Sure Zumur tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Bu kitap g'olib, hikmet bilen ish qilguvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. Sana biz bu kitapni hakikaten haq bilen, yani hakikatni öz ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni şirikten ve riyadan sap qilganing alda Allah'a ibadet qilgin. Bilinglar ki şirikten ve riyadan sap din Allah'a xasdır. Allah'ını koyup ma'budlarini himayich qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularni bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Allah hakikaten qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Allah hakikaten yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xolig'ini ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir, u g'olib bir Allohdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglar ki u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'limi mag'firat qilguchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvani yaratdi. Va hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi mani ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlarga bo'lib 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardisi, bachchidan va onaning qo'sig'i ichida yaratdi. Ayni shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Padişahlık Allah xasdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Qandaqmı onunğa ibadet qilishdan, onundan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsalar, agar kafir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Allah bandalarning kafir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir günahkar adam başka birovning gunohini ustiga olmaydi. Yani her adam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah hakikaten dillardagi sirlarni to'liq bilgichidir. İnsonga birer ziyan zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga shiriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahriman bo'lgin. Sen cho'qim davzixilardan dursan. Allohga shirik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Rabbining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi.
Aytqin ki, ey Allah'ның mümin bendileri, Rabbinglarga taqvadarlık qılыңlar. Bu dünyada yaxşı iş qılğanlar ahirette yaxşılıqqa, yani cennetke erişidi. Allah'ның yeri kengdir. Kuffarlar arasından şu yerge hicret qılыңlar. Fakat savr qılğuchilarga Allah'ның ecri hesapsız berildi. Aytqin ki, men dinni şirikten ve riyadın sap qılğan alda Allah'a ibadet qilishga buyuruldum. Hem de bu ümmetning içinde musulmonlarning avvali bo'lishga buyuruldum. Aytqin ki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, shubhisizki büyük kunning azobidan qo'rqaman. Yani Allah'ның emriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqin ki, dinimni shirikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqininglarga ibodat qilinglar. Aytqin ki, qiyomat kuni özlerini ve ailesidagilarni ziyon tortqizuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglar ki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't o'rib oldi. Shu qattiq azob bilan Allah bendilerini qo'rqitdi. Ey bendilerim, azobimdan qo'rqinglar. Tağutqa çoqunuşdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga cennet bilan xo'sh xabar berildi. Sözge quloq silib, uning eng yaxshisi ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandilarimga xo'sh xabar bergin. Ana shular Allah hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egillaridir. Kimge azap vədisi tegishlik bo'lsa, o çoxum devzaqqa kirdi. Sen devzaqdaki adamni qutqiza olamsan? Lekin dünyada Rabbidan qo'rqqanlar cennette qavat ali imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar iqib turadi. Bu Allohning va'dasidir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmemsen ki Allah buluttan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sığdırıp bulakını peyda kıldı. Bulakını peyda kılıdı. Andın Allah onun bilen rengi xil ziraatlerini ündürdü. Andın o kuruydu. Onun sağıyıp ketkenlikini körsen. Andın Allah onu şah şumbulağa aylandırdı. Onun da hakikaten akıl egilleri üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin ibret var. Allah köksünü İslam üçün kən qılğan, Rabbinin nuru üstüde boğan Adem, dili kör Adem bilen okşaş mı? Allah'ın zikrini terk etkenlikten dilleri qetip ketkenlerge vay. En şula roşen gümrahlıqtıdır. Allah sözlerinin en çıraylıqı boğan Kur'an'ını nazil qıldı. Fasahatte, balagatte onun bazısı okşap gidiyor. Bazı nasihatle, ahkamla, qıssalar onun da tekrarlandı. Kur'an'daki azap ayetleri tilavet kılıngan çağda Rabbidan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab arom topadi. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidir ki, uning bilan Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah azdırgan adamga
hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. Kıyamet günü qattiq azapni yüzü bilen mudafiye kıldıgan adam azapqa duçar bulmaydigan adam bilen okşaşmı? Zalimlarga, yani kafirlarga kılgan günahınlarının cezasını tetinla deyildi. Ulardan ilgiri ötken ümmetler peygamberlerini inkar kıldı. Oylamagan yerden ularga azap geldi. Allah ularga bu dünyada harlıkның təmini tetitdi. Ahiretning azabı texmi büyüktür. Ular ahiretning azabını bilse idi, peygamberlerini inkar kılmaydı. Biz kişilerini vaaz nasihat alsın deb bu Kur'an'da ularga türlük misallarını bayan kıldık. Kur'an Arapçıdır. Egirlikten halidir. Ümit ki ular Kur'an'ның ma'nisini düşünüp küfürden saklanğay. Allah sizlarga mundaq bir misalni keltirdi. Bir kul bulup onunğa ishqi selishni tashladigan, onunğa ishqi selishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qildi. Birisi bu ishqa, birisi u ishqi buyurdi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoldi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, yani uning ahvoli barobarmi? Jami hamda sana Allohga xosdir. Belki ular, yani mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen hakikaten ölüsen. Ulamı hakikaten ölüdür. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dergahida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. Allohga yolg'onni chaplagan, nazil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdimi zolim kishi bormi? Cehennemde kafirlarga o'rin yo'qmi? Rost so'z, yani Kur'an'ni elip kelgan kişi ve onu itiraf kılgan kişiler en şula takvadarlardır. Ula Rabbinin dergahida özleri xalagan neslerden behrimen buludur. En şu yaxşı iş kılgıçlarının mükafatıdır. Allah ulanın en yaman emellerini yok çıkırdı. Ulağa qilgan en yaxshi amalları boyunca savab berdi. Allah bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamni qo'g'dashga ve onun yardım berishga yeterlik emasmi? Ular seni Allah'tan başka ma'budlar bilan qo'rqitdi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidayet qilg'ich bo'lmaydi. Allah hidayet qilgan odamni hiç azdırgıcı bulmaydı. Allah g'olib düşmanlarını cezalığıcı emasmi? Eğer ulardan osmonlarni ve zeminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisiz ki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, eğer Allah bana birer ziyan zahmet yetkazishni iroda qilsa, onu dab'i qilishga, ya Allah bana rahmet qilishni iroda qilsa, onu to'sib olishga Allah'tan başqasilar ibadet qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Bana aytib beringlarchi. Aytqinki, bana Allah kifoyadir. Tevekkül qilg'ichilar uningga tevekkül qilsin. Yani hamma ishini Allohga topshirsin. Aytqinki, ey qavmim, sizlar öz halinglar boyunca ishlanglar. Menmi öz halim boyunca ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'uchi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Shubhisiz ki biz sana kitapni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Kimiki hidayet topadigan o'zi uchun hidayet topgan bo'ladi. Kimiki ozadigan özünün ziyni üçün azgan buludu. Sen ulağa hami emassan, yani
ularni iymonga zo'rlashga muakkal emassan. İnsanlar ölüdigan çağlarda Allah ularning canlarını alıdı. Ölmegenlerinin canlarını mı uxlagan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani ecili yetkenlerinin canlarını tutup gelip kalganlarının canlarını muayyen vaktçe, yani ecil yetkiçe koyup berdi. Bunun da fikir yürgüzüdüğün kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. Ola fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup şafaatçilerini tuttu. Eytkin ki ola, yani şafaatçi kılınganlar hiç nesigi kadir bulanmaydıgan ve hiç nesini sezmeydigan tosumu ulanı şafaatçi tutamdı. Şafaatning hemmesi Allah'ın ilkididir. Hiç adam Allah'ın iznisiz şafaat kılalmaydı. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xastır. Ondan sizler Allah'ın dergahına qaytırılısılar. Yalğız Allah tılgı elinse, ahiretke işenmeydiganlarning dilleri sıkılıp gidiyor. Allah'ın başka ma'budlar, Allah'tan başka ma'budlar tılgı elinse, ular hoş bulup gidiyor. Eytkin ki, ey asmanlarni ve ziminni yaratqıcı, yoşurunni ve aşkarını bilgici Allah, sen bendilerinin arasında ula ixtilaf qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Eğer özleriga zulm qilganlarning egidorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, yani shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chaqlarda o'ylab bakmagan azapla aşkarı buludu. Ularning dünyada kılgan yaman işleri aşkarı buludu. Ularning dünyadaki çağda peygamberinin davetini mezhir kılganlıklarının cezası için ularni qattiq azap orup alıdı. İnsanga birer musibet yetse bizge dua kılıp iltica kılıdı. Andın onunla merhamet kılıp birer nimetimizni ata kılsak, bu nimet bana öz ilmimden, yani fazlimden, emgikimden, terişcanlıkımdan, rızık tepişinin yollarını bilgenlikimden geldi deydi. İş o oylagandek emas. Belki o sınaktır. Yani nimet ata kılış bilen onu itaat kılamdı, asilik kılamdı dep sınaymiz. Lekin ularning tolisi bunu bilmeydi. Mundaq sözni ulardan ilgirkilermi qiygan. Ularning erişken mal mülkleri ularga esqatmadı. Ular dünyada qilgan yamanlıklarının cezasını tattı. Bularning içindeki zulüm qilganlarmu qilgan yamanlıklarının cezasını tatıdı. Ular azabımızdan qutulalmaydı. Ular bilmemdi ki Allah sınaş yüzüden xalıgan adamның rızkını kən qılıdı. Xalıgan adamның rızkını tar qılıdı. Şek şübhisiz ki bunun da iman etgan kavim için nurgun alametler var. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening tilimden aytqin ki günahlarını qiliverip özleriga cinayet qilgan bendilerim, Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmanglar. Allah hakikaten xalıgan adamның cemi günahlarını mağfiret kılıdı. Şübhisiz ki Allah nihayet mağfiret kılgıcıdır, nihayet mehribandır. Sizlerge azap kelip yardımga erişmegeninglardan burun Rabbinglar tarafga qaytdinglar ve onunla itaat qilinglar. Sizlerge azap kelip yardımga erişelmegeninglardan burun Rabbinglar tarafga qaytdinglar ve onunla itaat qilinglar.
sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. Her qandaq odam Allohning taatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat. Her qandaq odam Allohning taatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat. Men Allohning shariatini va dinini masxir qilg'uvchilardan edim deb qolmaslik uchun yoki Allah meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladi deb qolmaslik uchun yoki azobni ko'rgan chaqda koshki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. Durust. Haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yin tovliq qilding. Sen kofirlardan bo'lding. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Cehennemde mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah şirikten ve günahtan saqlang'uchilarni baxtga erishtiradigan yo'llar orqali azobdan qutuldurdi. Ularga kulpat yetmaydi. Ular qayg'urmaydi. Allah hamma narsani yaratquchidir, hamma narsaga homiydir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah'ның ayetlerini inkar qilganlar ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, ey nadonlar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana ve senden ilgirki payg'ambarlarga, agar sen Allohga shirik keltirsan, sening amalin albatta bekor bo'lib ketadi. Sen elbette ziyan tatlıqçılardan bulup kalsan. Belki yalğız Allah'a ibadet qilgin ve şükür qilg'uchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tanımadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib yuturdi. Allah Ula yani müşriklarının şerik keltirgen neslerden paktır ve üstündür. Sur çilinganda osmonlardaki ve zimindeki Allah xalığandan başka məxluqatlarının hemmisi ölüdü. Andın sur ikinci qitim çilinganda nagahan ula turup nemige buyurulduğanlıqlarga qarab turdi. Nemiga buyurildiganliklariga qarab turdi. Mahshargoh Rabbining nuri bilan yuriydi. Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Her adamga qilgan amlining mukofot yoki jazosi to'liq berildi. Allah ularning amallarini obdan biladi. Kafirlar cehennemge top bo'lib haydaladi. Ular cehennemge yetib kelganda cehennemning darvozalari ochiladi. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib berdigan, bugungi uchrashishinglarning barligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, biz ogohlantirilgan. Lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlar tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Ularga cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemde mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi.
Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga top bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ichilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga: "Sizlarga amonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar" deydi. Ular jannatga kirib o'rlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamd sana Alloh xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishliguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi?" Farishtalarning Rabbiga tasbih aytgan hamda aytgan holda arshning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mu'minlar jannatga kirdi. Kafirlar do'zaxga kirdi. Jami hamd sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyildi.